Bugun 18+ mavzuda gaplashamiz. Ko'p erkaklar tan olmaydigan, lekin pornoga qaram bo'lib qolgan holatlar haqida gaplashib o'tamiz. Ko'p erkaklarimiz pornoga qaram bo'lib qolganligini o'zlari tan olmaydi. Nimaga deb o'ylaysiz? Chunki biz qabulimizga kelayotgan bemorlarning juda ko'pida shu savol-javob o'tkazganimizda, anamnez yiqqanimizda bu ma'lumotlarni bilamiz. Hozir men sizga dunyo statistikasi va tajribam va qabulimga kelayotgan bemorlardagi holat bo'yicha yoritib beraman, ya'ni pornoni qanday zararli odatlari borligini va unga qanday qaram bo'lib qolishingiz haqida gaplashamiz. Dunyo olimlari 64 ta bemorda tajriba o'tkazganda, ya'ni porno ko'rgan bemorlarni bosh miyasini MCI tekshiruv qilganida, bu yerda bemorda bo'layotgan holatni ko'rib hayratlanishgan. Qanday holat? Bu dopaminga bo'lgan bog'liqlik bo'lgan holat. Ya'ni dopaminni organizmda ishlab chiqarilishi, ya'ni shu miya tomonidan boshqarilishiga ko'rib turib hayratda qolishgan. Va ushbu bemorlarda qanday o'zgarishlar bo'lganligi haqida hozir tushuntirib beraman. Ushbu bemorlarda dopamin gormoni tushib ketishi natijasida yoki ko'tarilib ketishi natijasida o'zgarishlar organizmda bo'lgan. Bu qanday o'zgarishlar? Birinchi navbatda bemorlarning ayrimlarida, ya'ni 4-5 tasida porno ko'rgan ularga hech qanday ta'sir qilmagan. Chunki ular ham porno ko'rgan, ham real hayotda jinsiy aloqa qilgan. Ularda dopamin gormonlari normada bo'lgan va ushbu tadqiqotlarda o'zgarish bo'lmagan. Lekin ayrim 10-15 tasida esa dopamin gormonlari o'zgarishi natijasida organizmda bo'lgan holatlarni yuzaga namoyon bo'lgan. Bu holatlar qaysilar? Birinchi, bu real hayotda qoniqayotgan narsasidan zavqlanmay qo'ygan. Ya'ni o'zini do'stidan, suhbat qurgan ayolidan yoki ko'chadagi qandaydir emotsiyadan organizmda dopamin normal holatda ishlab chiqariladi. Ushbu bemorlarda ushbu emotsiya, shu do'sti bilan gaplashish yoki qizining qo'lini quchoqlagan dopamin gormoni ishlab chiqarish sintezi buzilgan. Buzilish natijasida u narsalardan, ya'ni organizmdan dopamin yo'qligi natijasida uje tashqi tomondagi omillarga reaksiya bildirmay qo'ygan. Faqatgina porno ko'rganda ushbu dopamin yuqorilagan, faqatgina pornoga o'rganishlik holati kuzatilgan va real hayotga bog'lamoqchi bo'lgan. Ya'ni porno videodagi holatlarni real hayotda sinamoqchi bo'lishni boshlashgan. Dopamin gormoni miyada boshqarilganda bu nima o'zi, nima hisni beradi? Tasavvur qiling, siz 18-19 yoshsiz. Bitta qizni qo'lini bitta ushlaganingizda, o'sha sizda ereksiya qo'zg'alishi va hayajon, yuraklar tez urib ketishi va miyani boshqarish tizimi o'zgaradi. To'g'rimi? Ushbu holat siz takrorlayapsiz, 5 marta tushasiz, 10 marta tushasiz, 15 marta. O'sha u holat takrorlanmaydi sizda. Ya'ni dopamin gormoni ishlab chiqarishi yo'qoladi. Chunki siz bir xil vaqtda, bir xil doimiy ravishda, bir xil reaksiyaga kirishyapsiz. Ya'ni qo'l ushlash, yurish va undan emotsiya olish. Endi siz nimani xohlaysiz? O'sha qiz bola bilan yurganingizdan keyin ba'zi holatda erkaklarimiz pastelni xohlaydi yoki shu masturbatsiya qilib chiqarib olishni xohlaydi. Porno o'ziga shunaqa qaramlikda ushlab oladida organizmda, ya'ni dopamin gormonlarini buzilish sinteziga yoki uni ko'tarilib tushib ketishiga olib boradi. Endi siz faqat porno ko'ryapsiz. Porno ko'ryapsizda faqat masturbatsiya qilyapsiz va siz ko'chadagi real hayotdan zavq olmayapsiz. Real hayotdagi zavq olish tushuntirganimdek qo'lishdingiz, gaplashdingiz, emotsiya boshqalarda ishlab chiqarilgan dopamin yo'q bo'lib ketdi. Faqatgina siz qaytdan olyapsiz. Porno ko'ryapsiz, solishtiryapsiz, ko'ryapsiz, faqat masturbatsiya qilyapsiz, kunda 3 marta ko'ryapsiz, 5 marta ko'ryapsiz va o'sha tashqi tomondagi omillarga qaramay qo'yapsiz. Eng yomon holatlar nima? Tajribamda bo'lgan holat va bemorlarda suhbatdagi anamnezdan kelib chiqqan holatda masturbatsiyaga qaram bo'lib qolish. Eng yomon holat real hayotda bo'lmaydigan narsalarni o'sha porno aktyorga solishtirib turib sinamoqchi bo'layotganingiz. Ya'ni o'z ayolingizda yoki boshqa turmush o'rtog'ingizda. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy olatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy olat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar nol ko'rsatyaptimi? Farzandingizni muayyaklari o'z yorug'i xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimni qilishga harakat qilamiz. Qabulimga bemor kelyapti, aytayapti. Men shu ko'p porno ko'rganman, qo'poq qilib aytganda minnet qildirmoqchiman yo mana qildirmoqchiman deb aytayapti. Xafa bo'lmanglar bu gaplarimdan, lekin aytishga majburman hozir. Bizga to'g'ri kelmaydigan narsalar bor. Siz pornoga solishtiryapsiz, buni sinayapsiz. Oila a'zoyingiz bilan, ya'ni ayolingiz bilan yoki ko'chadagi fohisha bilan. Bu yerda siz o'ylagan dopaminni
aytganimdek dofaminni qayerdan olyapsiz? Xuddi shu pornoda ko'rib, tashqi tomondan solishtirgan omilingizga solishtiryapsiz. U siz ham olsangiz bo'ladi dofaminni, jinsiy aloqa qilib olsangiz bo'ladi bemalol. Uni erkalab olsangiz bo'ladi, romantik kecha qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni ayolingiz baribir tayyorgarlik ko'radi, siz kelishingizga chiroyli bo'lib oladi. Siz unga emotsiya bilan yondashasiz, unga shijoat bilan yondashasiz. Dofamin ko'tariladi, testosteron ko'tariladi, o'z-o'zidan yuranglar, o'zingizni sig'may ketasiz u holatda. Lekin porno ko'rib, ayoli bilan jinsiy aloqa qilib bo'shana olmagan bemorlar bor. Yaqinda shu Amerikada yuradigan bemor kelyapti, 5 yil bo'lgan Amerikaga ketganiga. So'rayapman, gaplashyapmiz-da. Bemordan anamnez deyapman. Aka, yosh uylanganman, Amerikaga ketganman 1 yildan keyin, bitta farzandim bor. O'rtada bir marta 1 oy kelib ketdim, ikkinchi farzandim yangilik bo'lib qolgan, yana ketganman. Hozirda nima muammo deb so'radim. Men trak minaman, 12 soat, 14 soat mashina minaman, keyin uxlayman, turaman, dich yuraman, yana yotaman. Xo'p, ayolingiz bo'lmasa qanday yashadingiz deyapman. Desam, ochiq suhbat aytyapti-da, men masturbatsiya qilib turardim. Endi hozir eng yomon nima bo'lyapti? Men ayolim bilan aloqa qilayotganimda 10 minutda ham bo'shana olmayapman, jinsiy holatda yotib qolyapti. Lekin hammomga dushga kirib masturbatsiya qilsam, porno ko'rib 2-3 minutda bo'shanyapman deyapti. Bu achinarli holat. Chunki miyadan siz uni boshqaryapsiz, sintez qilyapsiz. Ya'ni sintez qilishingiz natijasida bu yerda shu dofamin gormoni qaydan olib kelyapti? Faqat masturbatsiyadan olib kelyapsiz, pornodan ko'rib solishtiryapsiz. Va ushbu ko'rgan holatingizdagi shu bo'shanishligingiz, shu emotsiyangiz, shu siz dofaminingiz faqatgina nimadan bo'lyapti? Pornodan bo'lyapti. Endi hayotda lazzatlanish holati. Bu yerda u trakchinadagi holatda endi men unga qancha vaqt kerakligi va qanday ketishlik haqida gapirib berdim va tushuntirdim. Ya'ni unga qoida qilib berdim. Agar siz ham porno ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir shu qoidaga amal qilsangiz, sekin asta bu narsalar tiklanadi. Faqatgina vaqt kerak. Hech qaysi urolog, seksopatolog, androlog bir kun yo'q qilib qo'ya olmaydi. Chunki mana bu yerdan boshqalayotgan narsalar bor. Ya'ni miyangizdan sintez qilayotgan. Porno ko'ryapsiz-da, aytayapman. Masturbatsiyada bo'shanib chiqib keyin shu bilan qoniqyapsiz, misol ha deyapti, boshqa ilojim yo'q deyapti. Endi u odamni anamnezini yig'ib, unga jadval qilib berdim. Bir kundan 1 soat eng kamida sport bilan shug'ullanishi, eng kamida 5 kilometr kardio qilishi, kardio degani yurish yoki yugurish, bilasizlar. Eng kamida uydagi mashqlar, ya'ni kegel mashqlari, ma'li tarzda qo'llanish uchun o'tirib turish mashqlari, shu kabi mashqlarni qilib berdim va lecheniya yozdim. Lecheniya qanaqa? Bu yerda oshcha narsa yozilmaydi. Organizmni o'zida ishlab chiqaradigan gormonlar, testosteronni ko'tarish kerak bo'ladi. Shu odatni yo'qotish kerak bo'ladi va telefondan qutulish kerak bo'ladi. Xuddi shuni tartibni qilib berdim va bemorda 1 oydagi o'zgarish yaqinda aytadi, lekin telefonda muloqot qilganimizda o'zgarish old tomonga bo'ldi. Ya'ni 2 kunda bir, 3 kunda bir aloqa qilganimda bo'shana olyapman degan narsani aytdi, xursand bo'ldim. Lekin kelganda bir haftada aloqa qilsa ham bo'shana olmayotgani va jinsiy holatda yotib qolayotganini shikoyat qildi. Chunki nimaga? Bu yerdan o'sha bo'shana olmayman degan signalni aytyapti-da, o'ziga boshqaryapti-da, jinsiy holatda yotib qolyapti. Chunki UZI tekshiruvida, moyaklardagi UZI tekshiruvida, prostatadagi UZI tekshiruvida muammo yo'q, halolchilikda qo'llanish yaxshi, ya'ni jinsiy holatda yaxshi. Buni nimaga kuyib aytyapman? Shu pornoga qaram bo'lib qolsangiz, sizda chiqayotgan, ishlab chiqarayotgan dofamin gormon sintezi buzilishi, uni o'zingiz boshqarishingiz, aytgandek tashqi tomondagi omillar degan narsalarni yo'qotishingiz kerak bo'ladi. Porno ko'rmang, ko'rsangiz ham juda ham kam miqdorda ko'ring va dofaminni real hayotdan oling. Ya'ni ayolingizdan, ko'chadan, suhbatlashgan do'stingizdan. Endi suhbatlashgan do'st deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Nima u? Prosta muloqot qilganda qandaydir ishingizni yechimi bo'lsa, organizmda bu ham dofamin bo'ladi. Yoki turli xil attraksionlar. Attraksionga chiqdingiz, misol unda siz qanday zavq oldingiz? Bu ham dofamin. Faqatgina bu jinsiy aloqadan yoki faqatgina pornodan yoki masturbatsiyadan olish emas. Eng yomon holatlarda siz porno ko'rganingizda aytaman, buni jiddiy eshitib oling. Siz masturbatsiyaga o'rganib qolishingiz, davomiy porno bilan ko'rib bo'shanishga o'rganib qolishingiz, real hayotga buni bog'lamoqchi bo'lishingiz, bunda ayolingizga ta'zyiq o'tkazib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizdan qoniqmay qo'yishingiz mumkin. Bora-bora jinsiy aloqada o'zingizni xohishingizni qoniqtira olmay qolishingiz mumkin va eng yomon holatda tajribalarda ham, olimlar tajribasida ham bo'lgan, partnyoringizni to'g'ri tanlay olmay qolishingiz. Ya'ni pornoda ko'rgan narsangizni solishtirib qilib kelyapsiz, oxiri erkak bilan erkak qo'shilishgacha borishingiz mumkin bo'ladi. Bu eng yomon holatlar. Shuning uchun porno ko'rishdan tiyining. Ushbu videoni yaqin do'stingizga yuborib qo'ying. U uchun albatta manfaatli bo'ladi. Chunki u hozirgacha porno ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Sizda savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiring. O'z reaksiyangizni, laykingizni bosishni unutmang.